Wang Yun'ning xato qarori. Yaxshimisiz do'stlar, unda qolsa 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Dong Zhuo'ning o'limi to'g'riliq to'xtalgan edik, ya'ni Wang Yun'ninki Liang Huanji sahib jamallisi ishiltib eng oxirida Dong Zhuo'ni mag'lub qilganlik va uni o'ldirib etganligini so'zlagan edik. Ham Dong Zhuo o'lgandan keyin Han xonadonligida dag'dug'liq, olqishliq bir ish bo'ldi, xo'shallik hammaga tantaniga cho'kdi. Hamda asta-asta bular ishlarni ratlab shu Chang'anda o'rnini qaytadan qurib chiqishga boshlaydi. Hamda bu yerda shu podshoh qutulib qoldi. Bularning ichida shu butun shu vaqtdagi hamda xo'shal bo'lganlarning ichida eng xo'shal bo'lgani podshoh. Nimishqa? Chunki u qo'rqadigan, uni nazarband qilib olgan odam yo'q bo'ldi, hamda u maydasini kerib o'tirib chiqa oladigan bir holat shakllandi. Shuning bilan podshoh hamda to'yib ko'rsatganlarni tortiqlash uchun bu yerda orada ahkomlarning hammasini yig'ib, birinchisiga Wang Yun'ni tortiqlaydi. Nimishqa? Chunki Wang Yun bu Dong Zhuo'ni yo'qotish jingida eng chong to'yib ko'rsatkichi hisoblanadi. Shuning bilan Dong Zhuo'ni yo'qotib bo'lgandan keyin albatta Wang Yun'ni mukofotlash kerak. Shuning bilan Wang Yun'ni mukofotlaymiz deb turgan vaqtda bu Wang Yun mukofotlanishni rad qildi. Nimishqa? Chunki buna ait aqlli odam. Bu munda deydi. Men bu ishni asli qilishga tegishli ishim. Chunki men o'rninki bosh vazir. Demak, meningki eng chong vazifam o'rnini qo'g'dash, podshohni qo'g'dash. Shunga meni tortiqlashning hojati yo'q. Tortiqlash to'g'ri kelib qolsa, Liu Bu'ni tortiqlaydi. Liu Bu Dong Zhuo'ni yo'qotishda chong to'yib ko'rsatdi. Degandan keyin podshoh bundan taxim ta'sirlandi. Ta'sirlanib, shuning bilan avval unda qolsa biz shu Liu Bu'ni tortiqlash turli uni unchun song'un qildi, o'rninki sizni keyin tortiqlayli deb bu yerdagi mukofotni shu bo'yicha taqsimlaydi. Undan keyin Liu Bu bosh sang'onliq o'rniga chiqqandan keyin o'zininki shu bosh sang'onliq o'rniga chiqishida Wang Yun'ninki cho'ng rol o'ynaganligi, o'zini tavsiya qilganligini ko'rib, Wang Yun'ga tig'mamroq bo'lib ketdi. Hamda bu Wang Yun'ninki o'zini tortiqlashni rad qilib, Liu Bu'ni tortiqlashni talab qilishidagi maqsad nima desa, o'zini bak yuqori qilib ketmay, balki Liu Bu'ninki shu taxmi ko'p ishonchisiga erishish, Liu Bu'ni taxmi o'ziga yaqinlashtirishda. Albatta Wang Yun'ninki hozirgi amalimi shu o'rnida cho'ng amal hisoblandi. Shuning bilan bu o'rninki ishlar normal mangadi, bu ishlar asosan Wang Yun'ninki zimmasiga yuklanib qoldi. Chunki podshoh endi 10 yoshga kirgan, 10 yoshga kirmagan bolada nima desa, ha deyishdan boshqa bilmaydi. Chunki o'z oldida qaror chiqarmagandan keyin shunga asosli ishlar, ya'ni qaror chiqaradigan ishlar yana Wang Yun'ninki zimmasiga tushib qoldi. Ammo shu vaqtda bartaraf qiladigan eng chong bir ish bor. U nima degan vaqtda Dong Zhuo'ninki qo'l ostidagilarni qanday bartaraf qilish kerak. Yana bularning ichida tilga ilishqi kerakligi. Qaysilar degan vaqtda Li Jue bilan Gozi. 3 podshohlarni ko'rgan do'stlar, bu ikkisini bilamiz. Bak jiq chiqmaydi. Ammo bular bak cho'ng rol o'ynaydi misha. Yana bu Dong Zhuo o'lgandan keyin bu Li Jue bilan Gozi Shiliangga qochib ketdi. Nimishqa? Chunki o'rtada qolib qolsa, endi navbat ular kelib qolishi mumkin. Ammo bu Shiliang degan yiroqda. Ya'ni g'arbiy yurq yaqin yerda. Shuning bilan ular u yerga ketgandan keyin u yerda ularningki lashkarlari bor, bargohlari bor. Wang Yun kelib qolsa o'zini qo'g'day oladi. Shuning bilan bular qechiblar Shiliangga ketib qoldi. Ketgandan keyin yana shu o'rninki Wang Yun'ninki bilan bosh qo'yib yotmasligidan ansirab o'rdaga maktub yozdi. Ya'ni bizni kechirib o'tgan bo'lsanglar, biz butun qo'shin bilan sizlarga taslim bo'ldik. O'rdaga yana biz agishib oldik. Dong Zhuo'ninki shu qo'shinlari hammasini biz agashtiramiz o'rdaga. Dong Zhuo xato agashib qolib ekanmiz, endi biz to'g'ri yo'limizni topdik deb bir ma'lumot yozgandan keyin shuning bilan bu yerdagi podshoh vazirlar qanday qilamiz, unda biz qabul qilamdik deb işte kengash tushgan vaqtda Wang Yun hamda unmaydi bu yerda. Nimishqa biz qabul qilamiz bularni? Bularni cho'qim yo'qotib etish kerak. Bularning qilgan qilmish atmishlari pek eski, Dong Zhuo'dan qilishmaydi. Shuning bilan cho'qim yo'qotib etish kerak deb ching turib oladi bu. Bu ching turib olgandan keyin boshqa vazirlarmi buning gapini anglamay amal yo'q. Podshohmi buning gapini anglamay amal yo'qda. Chunki buning amalimi cho'ng, uning ustiga
jangdimi yengil to'yib ko'rsatgandan keyin buni ham hammaydan tadbirlik, aqlliq, to'g'ri qaror chiqara oladi deb biladi. Ammo Wang Yun'ningki mushu bir qatimliq qarori eng cho'ng xato qaror deyishga bo'ladi. Mushu bir qatimliq xato qaror bilan bu Wang Yun asli xonadonligini qutqizib olish ehtimoli bo'lgan fursatni yo'qotib qo'ydi. Shuning bilan bu o'zininki kechirmaydiganligi, ya'ni o'rnining ularni kechirmaydiganlik to'g'riliq yorliq tushirib, cho'qim taslim bo'lasizlar. Qanday bartaraf qilish bizning o'sha tanlashimizga bog'liq degan bir ma'lumotni yo'llagandan shuning bilan Lijuo bilan Go'z qo'rqib ketdi. Endi qanday qilamiz? Bizni bo'sh qo'yib yotmaydigan bo'ldi. Qechib ketamdi ya deb ashunda bir o'ylab turgan vaqtda yana hamma lashkarlarni tarqatib etib qechib ketmoqchi-da bular. Endi bu ikkisiningki qo'l ostida bir mushavir bor. Ya'ni Lijuo deganning qo'l ostida bir mushavir bor. Uning ismi Jashu. Endi 3 podshohlikni, ya'ni bo'libmi ko'n 3 podshohlikni ko'rib baqqanlar bu odamni tunishinglar mumkin. Ko'n 3 podshohlik jiqaroq chiqadi. Bu Jashu degan odamni ajoyib aqlli odam. Bak no'chi mushavir. Bu keyin mush savsog'a agishidi. Balkim kinoni ko'rganlar bilishinglar mumkin. Bak aqlli, ammo nihoyatda zaharxanda deb qo'yamdiq. Ko'rsatgan amallari bir xil ajoyib ashyo amallarni ko'rsatdi. Aqlli hamda buniki. Shuning bilan bu anandagi nim deydi desa, qechib ketishga qat'iy bo'lmaydi. Agar biz qechib ketsak, qo'limizdagi lashkarlarni tarqitib etsak, bizni hamda odatdagi bir yomonning amballarimi, lashkarlarimi tutib olsa, yo'qotib ketadi. Bizning qo'limizda mush qo'shilli bo'ldi ekan, kuchimizda bo'ldi ekan, bular bizga cho'qim yelinadi. Biz Dongchengshangni, ya'ni asldagi Dongzhuoni qisosini olish uchun urush qildi. Biz uning uchun intiqom olamiz va o'rdini qutqizamiz degan bir shuvarni to'g'lab turib, biz o'rda hujum qilaylik, Wang Yunni yo'qotlaylik degan bir taklif bayon ekan. Lijuo bilan Go'zumi bu amalni anglab, unda bo'lsa mushi bo'yicha qildi deb Chang'anga hujumni boshlaydi. Endi Wang Yun'ningki Lijuo bilan Go'zini yo'qotib o'tamiz deyishligi sabab nima desa, bu Lijuo'ningki mahoratiga haqiqatan ishinib ketgan. O'ziga bak ishinib ketdi degandekchi, ularningki o'ziga al bo'lishini rad qildi. Shuning bilan bular Chang'anga bostirib keladi. Bostirib kelgandan keyin Lijuo ularning oldiga urushga chiqadi. Endi Lijuo har qancha no'ch palvon bo'lsin, 3 podshohlikda eng kuchli palvon bo'lgan taqdirdami, albatta Lijuo bilan Go'zimi bo'sh emas. Chunki Lijuo yo'q vaqtda Dongzhuoning qo'l ostidagi eng cho'ng palvonlar, no'chlar Lijuo bilan Go'z. Lijuo kelgandan keyin bularningki oldiga Lijuoni tizib qo'yganda, ammo ma'u jambozlik, chelishchatda albatta ularni qilishmaydi. Shuning bilan bular Lijuo bilan o'sha Lijuo ikkisi tutishdi. Tutish jarayonida Lijuo garchi bu Lijuoni azroq yengib olgan, ya'ni uni tarmar qilib etgan bo'lsa-mu, ammo qo'shin jihatdan Lijuo'ningki, ya'ni o'rdining qo'shini oz bo'lg'achqa, Shilian qo'shini yanada ko'p bo'lg'achqa bularni tutib oldi. Lijuo'mi o'zi yolg'iz kishilik urushda yenggan bilan qo'shin urushida albatta turdi. Nimishqa? Chunki bu jang degan narsada bu bir odamning kuchiga tayinib qilgan narsa emas. Chunki lashkarningki cho'ng kichikligi, lashkarningki sonning oz ko'pligi demak shu jangningki g'alaba qilishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Shuning bilan Lijuo mag'lub bo'lib, o'rdining ichiga qochib ketdi. Lijuo bilan Go'zumi Chang'ang bostirib kelib, o'rdini qo'rshib oldi. Unda qo'z do'stlar, bugun shu Wang Yunning xato qaror to'g'riliq shunchalik so'zlab turdi. Keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Wang Yunningki o'limi to'g'riliq so'zlaymiz. Unda qo'z do'stlar, film yaragan bo'lsa, astiki inkas rayoniga 6 raqamlarni, gullarni yo'llab qo'yinglar. Filmni saqlab olib, tarqatib qo'yinglar. Agar 3 podshohlikdan texnik ko'p bilimlarga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, kasbga, tijoratga, oilaga, kishilik munosabatlik bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, astidagi ulanmani besib, men tayyorlab qo'ygan 6 soatlik darslik bor, shuni anglasanglar bo'ladi.